Assalomu alaykum hurmatli YouTuberlar va motosenter kuzatuvchilari. Akalar, yomg'ir yog'ishiga qaramasdan sizlar uchun 1 tonnaga yuk ko'taruvchi elektronik muraviyalarimizni olib kelib qo'yganmiz akalar. O'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Akalar, bu muraviyalar haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. Tayyor yig'ilgani ham bor. 5 tali farqlar bilan jihozlangan old orqa balonlar 500 ga 12 lik old oynalar mavjud akalar. Bort razmeri 180 ga 130 lik qilib ishlangan. Buni ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatorlari 70 amperli akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Miya motorlari 1800 vatli miya motorlar bilan jihozlangan akalar. Risollar ham 2 tali risollardan qo'yilgan akalar. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Moslarni bitta baho berasiz. Zapaska balonlari mavjud. Ichida komplektida kaska-maska, hop balon ko'ch, hamma narsasi bor akalar. Motorlarimiz o'zlarining bitta baho berasiz. Bemalol pastki nomerlarga telefon qilib berishingiz mumkin. Bundan tashqari xolasizlar 1,5 tonnalik, xolasizlar mana bunaqa katta balonli variantlarimiz ham bor. Buni balonni kattaligidan qaranglar. İşte onda tiyagalari bor. Tiyagalari bemalol 500 kg yuk ko'tara oladi. Buni farasi akalar 7 tali qilib ishlangan. Kattaga qaranglar. Buni ham oldi oynalari mavjud. Buni ham bort razmeri 180 ga 130 lik qilib ishlangan. Buni tayyorlan qaranglar. Miya motor 1800 vatli akkumulyator, buniki ham 70 amperli akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Motor o'ta baquvvat qilib ishlab qo'yilgan. Kerak yo'q. Bemalol pastki nomerlarga telefon qilib ko'rasiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.